Buyurun. Assalomu alaykum. Sizlarga kreditlar bo'yicha tushuncha beramiz. Bizda yangi kreditlarimizda hamkor kredit degan bu ayollar tadbirkorlarga beramiz. Bunda ayollar tadbirkorlar uy ulushi 50% yuqori bo'lgan rahbarlik ayol kishi bo'lgan tadbirkorlarga beriladi. Bu prezidentning 85-385 qarori asosida berilyapti. Bunda kamida 1 yil mobaynida faoliyat yuritgan kichik va o'rta tadbirkor subyektlar bo'lgan ayol tadbirkorlarga beriladi. Asosiy vosita sotuvchi 20%dan, aylana mablag'i uchun 20% beriladi. Muddati 84 oygacha, aylana mablag'i uchun 24 oygacha beriladi. Bundan tashqari yana moliyaviy ko'mak 100 kreditlarni bor. Tadbirkorlik faoliyat ochish shartnomasi bo'ladi. O'z-o'zini fransuzcha shaxslarga garov asosida beriladi. Faqat 100 million so'mgacha tadbirkorlik faoliyat ochgan bo'lsa 300